metro bekatidan chiqdik. Bu yerda prezident administratsiyasi bor. Mana shu yerdan chiqamiz o'rtoqlar. Mana eslab qolinglar. Mana shu xalqlar do'stligi metro bekatida. Mana shuni chiqasiz, o'ng tomonda yurishingiz bilan mana shu katta oq zdaniya. Hozir ko'rsataman. Hozir boramiz mana shu oq zdaniya prezident administratsiyasi. Hozir boramiz mana shu prezident administratsiyasiga. Saida Mirziyoyevaning qabulini so'raymiz shu joyda. Mana shu bino. Mana shu bino. Hozir yo'llar kesib o'tib. Ey Xudoyim. Mana shu bino hozir. Hurmatli Saida Mirziyoyeva, janob prezident Shavkat Mirziyoyev, men minglab kilometrdan Buxoro viloyati Olot tumanidan Turkman bilan chegaradosh hududdan sizni qabulingizni so'rab Toshkent shahriga keldim. Mana 2 kundan buyon Toshkentdaman. Iltimos, meni qabul qilishlaringizni iltimos qilib so'rayman. O'zimdan o'zim kelgan yo'q Toshkentga. Mana bu binoni chiroyligini ham bitta ko'ringlar o'rtoqlar. Mana poytaxtimiz go'zalligini ham sizlarga bir ko'z qiling hay. Yurtimiz go'zalligini hammayoq mana manzara chiki, lekin mana quyidagi viloyatlardagi ayrim bir o'g'ri rahbarlari dastidan hamma hozir yo'lini rashta kesmagaylik. Ruxsat bo'lganda yurimiz. Mana ruxsat berildi. Yo'l harakati qoidalariga rioya qilish kerak. Ehtiyotkorlikda qoidadan xoli emas. Yana qizildamiz, svetoforda kutamiz. Mana bu prezident administratsiyasi hozir yo'li yana ruxsat berildi. Mana yurimiz yashildan o'rtoqlar. Mana shu xalq qabulxonasiga borib prezident administratsiyasiga murojaat qilamiz. Yana bu yerda yo'lni kesib o'tishga to'g'ri keladi va yana biz qizildamiz. Svetofor qiziliga to'g'ri kelib qoldik. Mana pожалуйста yana yurimiz. Mana ruxsat berildi. Yana bizga yurishga, yo'lni kesib o'tishga ruxsat. Hozir xalq qabulxonasiga prezident administratsiyasiga boramiz. Mana bu yerda yana qizilga to'g'ri keldik. Yana yurimiz. O'rtoqlar. Mana nihoyat qabulxona hududiga yetib keldik, administratsiya hududiga yetib keldik. Mana shu yerda o'rtoqlar hozir ko'rsataman. Mana archalar, manzarali daraxtlar, juda ham chiroyli manzara. Bahavo joylar. Mana shu yerda katta salom bo'lishida bor. Mana O'zbekiston Respublikasi Xalq qabulxonasi. Mana shuni rahbari mana shu Saida Mirziyoyeva bo'lish kerak. Mana shuning rahbari bilan uchrashaman mana hozir. O'rtoqlar. Mana o'rtoqlar, ayni paytda yetib keldim men prezident administratsiyasiga, xalq qabulxonasi oldiga. O'sha Vazirlar Mahkamasidan qanaqa bir xodim bilmayman. Mana shu yoqqa tavsiya berib jo'natdi meni. Yana qayerlargadir telefon orqali chiqib aytdi. Olot tumanidan mana shunaqa murojaatchi kelibdi deb. Hozir rahbariyat bilan uchrashganingizdan keyin fikrlaringiz o'zgaradi dedi menga. Men hozir boshqaruvdan, qonunchilikdan, ayrim bir sud, prokuratura organlaridan noroziligimni gapirdim o'sha xodimga. Hurmatli Saida Mirziyoyeva, mana shuncha Olot tumanidan, Buxoro viloyatidan, olis tumanlardan, Turkman bilan qo'shni davlat chegarasidan, chegaradosh hududlardan sizni so'rab, sizni qidirib, mana bu Toshkent shahriga, poytaxtga keldim. Sizni qabulingizni so'rayman. Mana hozir kirib ichkariga, administratsiyaga ham kirib, mana shu yerda hozir Saida Mirziyoyevaning qabulini so'rab murojaat qilaman, ariza yozaman. Hurmatli Saida Mirziyoyeva,
mana bu maktabgacha ta'lim tizimida bo'layotgan byudjetdan noqonuniy foydalanish holatlari, talon-tarojliklar, bundan tashqari qarindosh urug' aymoqchilik orqali qarindoshlarga noqonuniy pullar yozish holatlari. 1 yildan buyon qilgan murojaatlarimiz mana shu murojaatlarimiz 1 yildan buyon Buxoro viloyat xalq ta'lim boshqarmasi xodimlari tomonidan yopti qilib kelingan edi 2025-yildan buyon. Lekin mana shu yil boshida yanvar oyida davlat xavfsizlik xizmatiga murojaat qilganimdan keyin bu holat chuqur va xolis o'rganildi o'zim ishtirokida. Shundan keyin meni vajdlarim tasdig'ini topdi. Ya'ni Olot tumani 27-son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti mudirasining byudjetdan noqonuniy foydalanish holatlari, talon-tarojliklari, qarindoshlarga noqonuniy pullar yozilgani o'z tasdig'ini topdi. Shundan keyin joriy yil mana yaqinda 5-may kuni bu ish Olot tuman sudida ma'muriy tartibda ko'rib chiqildi. Lekin ma'muriy tartibda ko'rib chiqilgandan keyin sudya tomonidan ma'muriy ish hujjatlarini ko'rish muddati o'tgan deb hech qanday javobgarlik ko'rilmasdan 271-modda bilan ishni tugatdi. Mana shunday bu bizning davlatimizda blogerlar yemagan somsalar uchun pul to'lab suruv bo'lib qamalib turgan bir paytda byudjet puliga, xalq puliga noqonuniy ravishda xiyonat qilib yurganlar mana javobgarlikdan munosib ravishda javobgarlikka tortilmasdan bemalol o'z lavozimlarida ishlab kelyapti. Maktabgacha ta'lim tizimidagi holatlar juda ham rasvo. Bular bolalar ko'z o'ngida bolalarga psixologik ta'sir o'tkazgan holda urush janjal qiladi, bir-birini urib kaltaklaydi, haqoratlaydi, javobgarlikka tortiladi. Lekin baribir o'z lavozimlarida saqlab turiladi. Byudjet pullarini talon-taroj qiladi bular. Qarindosh urug' aymoqlarga pul yozadi bular. Lekin yana o'z lavozimlarida qoldiriladi. Hurmatli Saida Mirziyoyeva, janob prezident, bu narsalar qattiq nazoratga olishingizni so'rayman. Siz bizni qabul qilishingizni so'rayman. Mana shu hozirgi mudirani talon-tarojliklari ham sud tomonidan ham, prokuratura tomonidan ham yetarli asos va dalillarni chuqur va xolis o'rganilmadi. Bu yerda juda noxolislik qilindi. Meni qo'limdagi audio dalillar, video dalillar hech narsasi o'rganilmadi. Buxoro viloyat xalq ta'lim boshqarmasi tomonidan shu safar ham ish chuqur o'rganilmasdan yuzaki va soxta materiallar qilib prokuraturaga chiqarildi. Bu nima yetarlicha baholanmadi, huquqiy qonuniy baho berilmadi. Hurmatli Saida Mirziyoyeva, qachongacha bu byudjet pulini talon-taroj qiladiganlari o'z lavozimlarida saqlab, ardoqlab, e'zozlab kelmoqchisizlar? Nima uchun munosib jazolanmaydi, munosib javobgarlikka tortilmaydi bular? Biz mana kambag'allik reyestrida turadigan, ijtimoiy reyestrda turadigan, ayollar daftarida turadigan bir beva ayol bo'lishimizga qaramasdan, 3 bolamizning yolg'iz boquvchisi bo'lishimizga qaramasdan bizni mana bu shu 25-yil uchun, 26-yillar uchun umuman kontrakt pullarimiz, na o'g'limi kontrakt pullari, na o'zimi kontrakt pullarim to'lashda amaliy yordam berilmadi. Bundan tashqari uyimni ta'mirlash uchun hech qanaqa bir moddiy imkoniyatim og'ir ahvolda bo'lganim uchun uy-joy ta'mir uchun qilgan murojaatlarim ham samarasiz rad qilindi. Bu hech qanday amaliy yordam berilmadi. Sababini so'rasam, nima deydi? Byudjet bahona qilyapti. Yoshlar daftardan ham o'g'limi kontraktlari to'lash uchun hech qanaqa nima Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari bo'lsa ham mana u provat pullari ham to'lab berilmadi. Prava imtihonlar pullari ham to'lab berilmadi. Sababini so'rasak, byudjetni bahona qilyaptilar. Byudjetni mana bu yerda o'g'ri kalamushlar kemirib yotgan bir paytda ijtimoiy soha uchun byudjetda pul qoladimi, moddiy yordam ajratish uchun mablag' qoladimi? Nima uchun bu narsalar bir inobatga olinmaydi? Saida Mirziyoyeva, men hozir kim aytsam ekan, mana bu efirimni tutib turing, mana bu qog'ozimni ko'taring deb bitta qog'ozim bor, Saida Mirziyoyevaning qabulini so'rayman deb yozib kelgan qog'ozim bor. Mana shu yerda mana Olot tumani hokimi Nargiza Negmatova hamma narsadan xabardor. Nargiza Negmatova, balki sizni vakolatingiz yetmayotgandir, lekin bunisiga ishonmayman. Siz prezident vakili sifatida, prezident joyidagi ishonchli vakili sifatida hamma narsani vaqtida yechib o'z nimasini bartaraf qilishi huquqiga egasiz deb o'ylayman. Lekin sizni nima kimdandir bir tili qisiq joyingiz bormi yoki kimni yuzdan shirin nimasida qablida ish tutyapsiz, men bilmayman bunisini. Bilmadim, lekin siz hamma narsadan xabardorsiz. Biz siz turganingizda, prezident vakil turganda bir ijtimoiy himoyaga muhtoj ayol sifatida mana bu yerlarga kelib turishimiz bu qanchalik to'g'ri? Hurmatli vatandoshlar, aziz vatandoshlar, ko'ringlar. Bizni davlatda, biz qanaqa davlatda yashayapmiz? Bu qanaqa qonunchilik bu? Blogerlar suru bo'lib qamalyapti, yemagan somsalar uchun. Lekin byudjet pulini kemirayotganlar, talon-taroj qilayotganlar,
qarindosh urug' oymoqlarga yozib yeb ketayotganlar bemalol javobgarlikdan qutulib qolyapti. Bular hech qanaqa nima chuquri o'rganilmaydi. Avvalga yopdi qilib boriladi 1 yilgacha, 1 yildan keyin muddat o'tdi deb suddan buni yopib yuboradi. Suddan mana shuni qanday tushunishimiz mumkin? Mana shu narsani qanday hazm qilishimiz mumkin? Bu qaysi tosh tarozilarga to'g'ri kelyapti? Biz qanaqa davlatda yashayapmiz? Bu qanaqa qonunchilik bu? Degan mana shu bu qaysi bir adolat va haqiqat tosh tarozilarga to'g'ri kelyapti degan savollar meni qiynaydi. Men mana shu haqiqat va adolat izlab keldim mana shu Toshkentga. Mana shu davlat tepasidagi rahbariyatga murojaat qilish uchun. Hech qanaqa davlat tepasidagi amaldagi tizimga bir g'arazli niyatlarim yo'q. Faqat qonunlik, xolislik, adolatlilik tamoyillariga tayangan holda adolatli va qonuniy yechim qilinishini tarafdoriman. Mana shu narsalarni talab qilib keldim. Hurmatli prezident, bosh prokurorimiz Nig'matilla Yo'ldoshev, men hozir bundan keyin nimaga ham boraman? Bosh prokuraturaga, chunki bosh prokuraturada ham qiladigan murojaatlarim bor. Shaxsan shu masalada prokuratura nima qilayotgani, mas'uliyatsiz, sustkashlik, e'tiborsizlik qilayotgani mana bu ichki ishlar xodimlarini menga nisbatan o'tkazayotgan tazyiqlari masalasida hozir men nimaga boraman? Bosh prokuraturaga ham boraman. Qilib bilsam bu yerdan ham efir qilaman. Hurmatli kuzatuvchilar, Saida Mirziyoyeva, janob prezident, bosh prokuror, bizni qabul qiling. Biz mana shuncha joylardan sarson sargardon bo'lib keldik. Olot tumanida, Buxoro viloyatida mana shuncha rahbarlar bor. Birortasi masalani ijobiy yechim qilgani yo'q. Murojaatlarimiz xalq qabulxona orqali qilgan murojaatlarimiz samarasiz, natijasiz, bir xil shablon javob xatlar, yolg'on javob xatlar berish bilan cheklanyapti. Hurmatli Saida Mirziyoyeva, mana shu prezidentimiz bundan keyin har bir murojaat qattiq nazoratga olinadi dedi. Qattiq nazoratga olinib, sinchiklab o'rganiladi dedi. Lekin qani buning natijasi? Qonun bizlari aybsiz aybdor qilgan payt ichki ishlar xodimlari darhol nimasini ko'tarib chiqib, yo'q ayblari bo'ynimizga qo'yishga urinib, bizni sarson sargardon qilib, qo'limizdan telefonlarimizni tortib olib, sudlarga sun'iy moddalar qo'yib, sudrab, itazobini berib, lekin haqiqiy o'g'ri budjeti pulini talon-taroj qilayotganlarga kelganda hech qanaqa qonun ishlamaydi. Hech qanaqa qonun ishlagan yo'q. Janob prezident, prokuratura jim, Buxoro viloyat xalq ta'limidagilar hammasi bitta jamoa bo'lib bir-birini paddashka qilib yotibdi. Maktabgacha ta'lim tizimlari parokanda bo'lib yotibdi. Nima uchun bizni aybsiz aybdor qilishga kelganda qonunlar yo'q, qonunlar amalda ishlab ketib, davlat tashkilotlari, organlari hamma ishini yig'ishtirib, bizni tashimizga to'nib, it azobini beradi. Nima uchun haqiqiy o'g'rilar, qonunbuzarlar nima uchun javobgarlikdan qutulib qoladi? Nima uchun hokimiyat jim? Nima uchun bizga beriladigan ijtimoiy yordamlar amalda berilmaydi? Nima uchun budjetni bahona qilinadi? Budjetni kimlar talon-taroj qilib yeb yotibdi? Hurmatli prezident, haqiqat bormi o'zi bu davlatda? Qanaqa qonunchilik bu? Nima uchun ichki ishlar organlari doimiy ravishda bizga soxta materiallar qiladi? Nima uchun haqiqiy o'g'rilar jazolanmaydi bu davlatda? Bu qanaqa davlat bu? Bu qanaqa qonunchilik bu? Kimdir qabul qiladimi bizlarni? Kimdir eshitadimi? Kimdir? Olot tumani hokimi Nargiza Nigmatova jim, ko'r soqov bo'lib olgan. Ben hokimiyat binosida 12-avgust kuni ichki ishlar xodimlari qamat, ichkarida telefonimni qo'limdan asossiz ravishda tortib olgan payti Nargiza Nigmatova hokimiyat binosida edi, lekin aralashgani yo'q. Borib hech qanaqa bir reaksiya bildirgani yo'q. Ijtimoiy himoyaga muhtoj ayol sifatida
ayollarni himoya qiladigan Nasiba Jumayeva ham o'sha yerda bo'la turib hech qanaqa bir reaksiya bildirgani yo'q. Lekin mana shular telefonimni asossiz tortib olib, sun'iy modda qilganlar. Hech qanaqa aybsizligim sudda isbotlandi. Qaysi bir nohaqlikka chidagaylik? Shavkat Mirziyoyev, janob prezident. Lekin mana u mudiralar, maktabgacha ta'lim tizimidagi o'tda yonmas, suvda cho'kmas mudiralaringizga hech qanaqa qonun yo'q. Ular xohlagancha budjet pulini talon-taroj qiladi, xohlagan ishini qiladi, xohlagancha qarindosh urug' aymoqchilik qilib davlat pulini talon-taroj qiladi. Bolalar ko'z o'ngida xohlagancha bir-birining go'shtini yeydi bular urishib. Maktabgacha ta'lim tizimidagilar, Buxoro viloyatidagilar, qistamay turinglar sizlar. Olsalaring ishim olasan, jonim olib bilmaysan. Sanlar meni ishga qo'yganing yo'q. Hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyev, Saida Mirziyoyevaning o'zi qabulini so'rab ichkariga kirib ariza yozaman. Ana shu yerda yotib olaman, ana shu yerda skameykalari. Bu ichki ishlari qachon chora ko'radilar? Bizlar mulkimizni tortib olib, qo'limizdan asossiz ravishda yaroqsiz ahvolda qaytarib berib, sun'iy moddalar yasab, bu davlatdan norozi bo'lishimizga sababchi bo'lib bular. Lekin chora ko'rilgani yo'q. Ana shular hozir bu uchun prokuraturaga ham boraman. Hech qaysi mana shu Buxoro viloyatida qayerda qonun buzar bo'lsa javob bermaydi bu davlatda. Kim to'g'ri yurgan bo'lsa ana shu balogardon hamma narsaga, ana shu aybdor hamma narsaga. Ana shuni faqat ana shuni ketiga tushib yo'qotish harakatini qiladilar. Yo'q qonunlar, yo'q moddalar bilan ana shunaqa qiladilar bular. Hammasini orqasida ana shu Buxoro viloyati hokimi Botir Zaripov turgan deb o'ylayman. Umrim bino bo'lib, ko'z yosh to'kib yig'lagan emasman. Chunki ojizligimni hech kimga ko'rsatmasim kelmaydi meni, lekin hozir nohaqliklar ana shu yerimga kelib to'lib qolgani uchun hozir ichkariga borib kiring qani. Komment yozganlar hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Qo'llab-quvvatlaganlar hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Hozir ichkariga kiring. Hozir efirizni o'chiring deb tutadilar, mayli. O'chir deb talab qilsalar o'chiramiz. Lekin men Saida Mirziyoyevaning qabulini so'ramoqchiman, prezident qabulini so'ramoqchiman. Mana shu yerda mana O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi, ya'ni xalq qabulxonasi bu yeri. Haqiqat bormi, adolat bormi demoqchiman. O'rtoqlar, assalomu alaykum. Efir o'chiraylik qani. Biza ichkariga qabul qilasizmi? Aka. Ha, qilamiz. Nima? Menga to'g'rimi? Ha. Telefondan faqat o'chirasiz? Ha, o'chiramiz. Ichkariga kiramiz. Hozir mana efir o'chiraman o'rtoqlar. Mana shu nima rahbariyati qabuliga kiriting meni. O'chirib